Assalomu alaykum. Akalar, bir daqiqa vaqtingizni olsangiz bo'ladimi? Biror bir sportga qiziqasizlarmi? Qanaqa sport turiga qiziqasiz? Siz qanaqa sport turiga? Ismontari. Beraka o'zim ukam bu. Qanaqa sport? Futbol, boks, UFC, futbol, UFCga qiziqasiz. Sizchi? Sizchi aka? UFC'ga aka. UFCga keling, qisqacha gaplashaylik. Aka sog'lom UFCda jang o'tkazadigan O'zbekistonlik nechta sportchi bor? 10 tacha bor. 10 tacha? Tanigan bilgan. 10 tadan ko'p, ha? 10 tadan ko'p. UFCda jang o'tkazadigan 10 ta jangchimiz bor. Sen bir ikkita ismlarni bilasizmi? Ismlar, bilgan ismlaringizni aytingchi. Amirxon, Aha. Odilxon, Yana? Bobur Azizov bor edi. Ramazon Temirov bor. Aha. Yaxshi jang qiladi. Saturn o'zi yaxshi ana qilyapti, jang olib boryapti. O odamlar ham aqlliroq ekan abida. Bilganlarim shu. Bilganlar. Dadam o'rgatganmi? Dadang o'rgatgan. Shu. Futboldan ham qisman xabaringiz bormi yo'qmi? Futboldan siz bo'lsangiz kerak. Aka, ancha futbolga boshqacha tayyorlanib turibsiz-da. Keling, sizni Amir Temur bilan birga qo'shib oling. Aka, bu ham bir motivatsiya yoshlarcha. Qarang, akajon. O'zbekiston milliy terma jamoasi ilk marotaba jahon chempionatiga chiqdi. Bundan xabaringiz bor. Guruhdagi raqib jamoalardan qisman xabaringiz bormi yo'qmi? Bo'lsa, ha yoki yo'q? Bor, ha? Milliy terma jamoa o'yinidan muxlis sifatida o'zingiz qanaqa o'yin va qay darajadagi natijani kutyapsiz? Endi O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishni tilakdoshiman. adashmasam chiqib bo'ldik. Chiqib bo'ldi. Guruhdan chiqish qoldi. Qaysi Guruhdan chiqsak, endi jahon chempionati O'zbekistonga shuni aytmoqchimanki, barcha tengdoshlar Nima qilyapti bu? Ye. Albu. Ya. qatori futbolga Milliy terma jamoamiz Portugaliya bilan bahs olib boradi. 2-0 hisobda O'zbekiston yutadi. O'zbekiston milliy terma jamoasida o'zingiz muxlis bo'lib kuzatadigan birorta o'yinchi bormi? Husanov. Paxtakorga muxlissiz? Siz ham shunday olasiz.